Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xullas, mana shu parkovkada qoldik. Bag'am vinzavod, ag'am vinzavod. Biz mana shunda vino yuklaymiz. Kecha kirgan joyimiz, o'tgan reysda kirgan joyimiz. Hatto hammasi ispanlar turibdi. Yaxshi kesam aytdi. Bir Turkiya abi bor ekan. Shu bilan birga turibmiz. Havo ochiq, zo'r kecha. Вообще issiq bo'lgan konditsionerda yotganmiz. Eng qizig'i bugun shabada bor. Shabada ham неприятный shabada. Lekin havo issiq endi mana ochilib o'ziga kelyapti. Bilaman aytdi nimamiz yonib qolibdi letimiz. Shunaqa do'stlar, hozir pritsepda turk o'zbek palov qilishni bilasanmi dedi. Ha, qilishni bilamanmi. Xullas osh qilyapmiz. Mashinani nomeri turetskiy nomer 34 qattikida, точно bilmayman. YYPM 874 ekan. Oshdan keyin magazinga borib yana bir qator kecha xarajatlarni qilib kelganman. 87 yevrolik xarajat qilibman kecha. Ro'paramizda bo'lsa, vaqda ham mana parkina bor. Turishibdi. Bat restoran, gostinitsa ekan. Restoran, gostinitsa. Biz ko'pritsepda kechagi ahvoli qaranglar. Bizda osh. Turkiyadan mehmon. Ismingiz kim edi? Koran. Sal o'tiribmiz ikkovimiz. Shaharga chiqib bir qator aylanib kelamiz. Qaynayapti oshimiz. Oshni yedik. Choyni ichdik. Shaharga otlanyapmiz. Do'stimiz orqada tayyorlanyapti. Havo zo'r, faqat shabada bordi. Shabada. Uzuyapti. Ko'ramiz o kichkina shaharchaga. Kecha mana bu qator yangi ko'rgan. Interesniy ekan. Ispaniya ko'chalari. Bizda bir tarixiy obidalar bor ekan, lekin turistlar ko'p yuribdi bu yerda. Bilmadim nimaga. Keyin daraxtlarga qiziqdim. Kalaga. Balki o'sha bahor yozda, o'zi bahor yozda chiroyli bo'lsa kerak. Uylar. Ispanskiy uylar. Детский площадка. Daraxtga men hayron qoldim. Hozir naryoqda juda ham ko'p. Qirg'ishlar ham podshifrovka terilgan ekan. Samarqandda bratanimiz g'org'ish teradigan. O'shanga tashlab qo'ylar videoni. Ko'rasizlar daraxtni. Старый дом, да? Tashlandi, ammo darvoza yangi. Momaqandlar. Maski apteka. Framakkiya, mana qana yozib qo'yibdi, apteka. Kafe, restoran, bankomat. Yevropa kartadan любой joydan pul yechaverasizlar, faqat foizi bo'ladi. Kafeler ishlayapti, kafe, bar, restoran. Nima ishlayapti?
O'zimizni ko'chalarda mana kirlar yoyib qo'yishgan, tor ko'cha. Bu kafe, restoran hamma yo'q bor ekan marta. Ko'rasizlar hamma ro'yxatnomaga kirib yurgan, aytgan. Ispaniya nomerlari mana. Ispaniya. Основное шляр pana patrzą w Kieterli, wreszcie. Вчера я видел. Да? А что здесь вообще? Вот хокимиятmi, nima, sensovetmi, mahalla komitetimi, nima? O'g'rilar. Dahshatmi? Bolacha. Ha, bir narsa magazin ekan. Kazino. Burada market var. Ha? Magazin ekan. Market daha güzel. Ha, u yüksek. Bari bor ekan, bir ko'rib, kirib ko'ramiz. Chat kerak. Hola. ¿Dos cervezas? Kafedan chiqdik, sekin ketyapmiz. Ko'chalarni qaranglar, chiroyliligini. Go'zal, go'zal. Ha, velosipedni qarang, go'zalligi. Ha? Go'zal. Mana o'zimizda eski taxtadan qilishardik patologlar, yog'och patolog. Jeep, Nissan 4x4. Biz shu sentralniy ko'chasiga chiqyapmiz. Mana masjidda aytayotgan daraxtlar anundan juda ko'p. Daraxtlar qaranglar. Chiroyli. Setlardan magazin keldi, mana shunaqa bir o'tirib oladigan joylar ekan, shamol. Mashina strini ham buzayapti. Magazin burada. Magazin kecha kelib bozor qilib ketgan magazinim. Buru chochiratdi, aytdim tomchi o'tyapti ekan. Hattan ham suv oqyapti.
Shunaqa ko'chalari ko'rasizlar, juda toza basu, lekin atrof приятный. Tovuq go'shti mana bitta tovuq 4,25 €. Krevetka 1 kilosi 10 € почти. Bu nima edi? Apelsinmi? 1 kilo 1,32 €. Mana ashanni o'xshatib hali buzib qo'yishibdi, ashanbasi. Shunaqa ekan do'stlar. Atrof tog'lar, yaxshi xullas. Xullas magazin juda ham katta, har balo bor. Meva, cheva, pomidor, bodring, balo, battar, limon. Har balo bor magazinda. Katta, buni aylanib tugatamiz. Shuprot balo battarlar. Ketdim. Shu ko'cha sentrlari adashmasam, shahar kichkina, o'sha sizdan tugayapti, bag'da tugayapti. Tasavvur ko'radigan joy yo'q. Bitta bir zdaniya turibdi, o'shani tagiga boramiz hozir. Adashmasam serkiflari og'iradi. Serkif bo'lsa kerak, parkovka ham yo'q. Lekin begaga bir kirib chiqaman deyman. Tepa shahar juda ham kichkina do'stlar. Men boricha ko'rsatyapman, mana shu ham necha yilga g'ishlar. Ko'rasizlar. Ana kafil ekan, kafilga o'xshagan narsa. Eski zdaniya ko'chalar. Ochiq ekan. Odamlar kirib chiqyapti, endi bir qator ko'rib qo'yamiz. Eshigim aytdi ekan, qani. Yana bir marosim bo'layotgan. Adashmasam bir marosim bo'lyapti yoki bir o'zini namoz vaqtlari, nima deydi, namoz deyman. O'zini sig'inadigan vaqtlari shekilli. Ichkarida adashmasam o'sha bizda juma namoz bo'ladi, shunga o'xshagan narsa. Biz tepa qanadir bir o'zlarini shu biz jumaga boramiz va balki bugun xatni kuni qanadir sig'inadigan kunlaridir. Shunga o'xshash narsa bo'lyapti. Abiga ham aytdim, eshikni ochib ko'rgansam ketdi bilaman. Abi ham komediyaga borib. O'sha bizlar sig'inadigan vaqtlari, bizda namoz vaqtlari bor. Shunga o'xshash narsalar. Abi chiqmayapti. Nima bo'ldi abiga? Abi. Kirib ketdimi abi? Mazgi. Abi kirib ketibdi. Yo'q abi. Mana. Hozir mana shu eshikni ochaman. Abi turibdi, videoni yo'qib oladi. Mana o'sha qanaqa vaqtlari bor ekan, aytib qo'yasizlar. Falonchi kuni bir narsa 18:30 da, falonchi kuni 18:30 da. Shu menimcha shu sig'inadigan vaqtlari bularda. Yana bir reklamalar, ehson, shunga o'xshash narsalar bo'lsa kerak. Ichkarida bunaqa inson, короче, domlalari shu narsalar qilyapti. O'qiyapti, tushuntiryapti, narsa qilyapti. Biz tushunmaymiz.
Ha, abi chiqdi. Abi. Abi. Mashinaga ko'zim tushib qoldi, o qaranglar. Ha, qarang. Abi. Mashinani. Udarma mashina. Universal kuzovda adashmasam Renault ekan, 4TL deyapti. Qaranglar. Qaranglar salonni. Dahshatmi? Invalid odamdek ekan. Skurchalarni qaranglar qanaqa. Shunaqa mashina ko'rib qoldim. Ajoyib, xullas, ajoyib. O'zimga ham yangilik bo'ldi. Qaqa, urgan. Hop, xola kelyapti. Darvozani qaranglar, nechinchi yil darvozasi bu. Haligi uylarda nimasiga kelib qoldik. Orqadan ko'rsatdimi? O'sha uylar, ko'rasizlarmi? Tashlandiq. Tashlandiq. Ha, sement bloklariga ko'zim tushdi. Shunaqa tiniq quyisharkan sement blokda. O qaranglar. Blokni ko'rasizlarmi? Chok-choklari naryoqda yonidan ham bordi, ko'rstardim, tekizligini qaranglar. Xo'p, qaranglar. Eshikchani qaranglar. 1,5 metrmi, 1,60 mi? Xayrli tong, qadrli obunachilar. Bugun dushanba, soatimiz 8:20 bo'lyapti. Biz o'sha zavoddamiz endi. Zavod ko'radilaring. O'sha yaqinida 100 metrda. Kirib hozir yukni yuklab, bo'lsa yo'lga chiqamiz. Demak, kilometrlarimiz baqa kelguncha 1666 bo'libdi do'stlar. 1666. Ko'chada 10 gradus havo issiq ertalabdan. Biz yangi vaqt bilan ishni boshladik. Yuklab bo'ldik. 32 ta palet. Soat 9:00 siljayapmiz. Dokumentlarni oldik, bir dona vino berar ekan. O'tgan safar ham Bodir aka yuklaganda bir dona bergan ekan. Kilometr ko'ryapsizlar, 1666. Mana yangi vaqt bilan yuryapmiz. Bugun dushanba, xohlasa. Ketdik. Navigatorda urdim, dom qilib urdim, aytsalaring, ba'zan oldiga tushadi. Bitta направление 1565 kilometr ko'rsatyapti, mana ko'rayotgan bo'lsalaring. Yer shar bo'lib ketdi. Fransiyani, Parijdan o'tib borib Belgiyadan shunday kirib boryapmiz. Bittasi направление, ikkinchisi 1755 kilometr, 1644 kilometr. Biz Manetdan keldik, Masjiddan ketamiz. 63 midi? Ha, 63dan ketamiz. Mana место положения. 1666 bo'lsa, mana 1565 kilometr. Ko'ramiz endi borgandan keyin qancha bo'lar, nima bo'lar. Kelishdan naryoqdan keldim. Ha, qaytishda ba'dan olib ketyapti. Polniy ikki tomoni vino zavod ekan, do'stlar. Vino zavod. Bilaman, mana shu o'zida где-то men ko'rganim 8 ta 9 ta vino zavod. Mana bag'am vino zavod. Mana yana vino zavod.
Shunaqa. Mana hamma yoq uzum bo'layotibdi. O'zlari uzum ekadi, o'zlari uzum yetishtirar ekan. Biz mana shu yo'lga chiqib, o'sha fura ketayotgan joyga ketamiz ekan. Hay, kelgan yo'limizga qo'shilib olamiz ekan. Shell zapravka topib keldim. Kilometrgacha kilometr qo'shildi. Nima aytsalaring? Ispaniyada Shell qanday ikkinchi darajali zapravka. 56, почти 57 ta adblu qo'ydim. 52.77 bo'ldi. 1 euro 80 sent ekan adblu. Bularda o'zini endi nima deydi, populyarniy zapravkalari, shu Chepsa, Mepsa degan zapravkalari bor. AdBlue hozir bitta nimaga kirsam, Shell topib, Google'dan topib kirsam, o'sha u zapravka Shelldan o'sha chiqib ketibdi, boshqa nomini o'sha yangi qilib qo'yishdi. Shellda apparatlari turibdi. Xullas, kartamiz ko'p zapravkada ishlamaydi bitta. Shu uchun Shell topib AdBlue'ni to'ldirdik. Ko'rayotgan bo'lsalaring, AdBlue to'ldi. Dizelimiz rovna yarim qoldi. Bu bazaga yetib borish kerak. Yetib bormasa Germaniyadan qo'yamiz. Va biz yo'limizda davom etamiz. Bizni oldimizda Zaragoza shahar, o'shani biz obez qilyapmiz hozir. Men shaharni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Haqiqatan uzoqdan ko'ryapman, juda chiroyli shahar. Bu shaharda hozir obez qilamiz. Xudoga shukr, ko'ngil to'q bo'ldi. Nima aytsalaring, AdBlue'dan ko'ngil shunaqaydi, xiraydi. Bo'lmasam naqd pulga qo'yish kerak edi yoki o'zimga kartamdan qo'yish kerak edi. Buni xo'jayin borsam beradi. Hozir kartada ham pul qolmadi, oyda oxiri bugun 28-chi. Shu uchun yaxshi bo'ldi o'zini kartasidan qo'yganimiz. Ispaniyada ham ikkita pritsepli furalar rosa ko'paydi. Qaranglar, bitta fura manikidaqa. Ikkinchi pritsep. Ko'sa ham bir xil. Pritsep bizga o'xshaydi. Lekin bularda orqada margalkasi bor ekan. Ahamiyat berdim, margat qilayotgan ko'rasizlar. Bu degani ikkitalik fura. 16 metrga yana 14 metr. 16 metrga 14 metr. Qaror 30 metrmi qancha bo'ladi, to'g'risi bilmadim. 28. Necha xullas ikkita furada. Granitsagacha 7-8 kilometr qoldi. Bizda vaqtimiz bo'lsa 8 minut vaqt bilan chaqacha yetib keldik. Granitsagacha ham yetib borardim. 45 minut qilay deb kirdim zapravkaga. Zapravka oxirgi zapravka bo'lganligi uchun hamma zapravka qilib chiqib ketadi. Bitta ham salarka arzon. Biz shu 45 minut qilamiz, mana 20 minut qoldi. Oldin aytardim, mana 45 minutda 2 ga bo'lib qilsa bo'ladi. Mana qayerdadir 15 minut pauza bo'lib qoladi. Hozir 30 minut turaman. Yana общий. Hozir 11 minut ketdi, 19 minut turib yuramiz. Demak, kilometrajlarimiz rosa 2007 kilometr o'tdi. Soatimiz 13:50. Qolgan kilometr 1253. Vaqtimiz ham 27 minut qoldi. Tugadi. Men aytdim, bunaqa parking bor, do'stlar. Men Navesli parking. Buni internetda juda ko'p ko'rardim. Kirmaganman.
Adashmasam bepul. Buna joy bormi yo'qmi? Mana bitta joy ko'ryapman. Jupiter Plus do'konda nimasi bor edi? Firmasi o'sha turganga o'xshayapti. Qani borib ko'raylik. Qizil turibdi Jupiter Plus. Bu bas ekan. Bizga joy bormi? Joy. Metanmi nima mana to'rtta balon. Joy serob ekan. Mana shu yerga qo'yamiz. Zo'r-a, Navesli parking. To'g'risi bunaqasini birinchi marta kiryapman. Yevropada shuncha yil yurib, birinchi marta kiryapman. Отчет bizda. 25 minut vaqt bilan keldik. Soatimiz 20:24. Ertalab nechida 9da siljodingmi? 2438 kilometr bo'ldi. Ertalab 1630 nechida adashmasam. Shunda qancha yurgan bo'lyapmiz? 800 yuryapti. Tushunmadim. Xullas, hisoblab olasizlar. Qancha yurdik, nima yurdik, menga hech narsa qizig'i yo'q. Mana yerda 1600 da haqiqatan 800 kilometr yuribmiz. Nima aytsalaring 1630 kilometrmidi joyimizgacha. Mana shu yerda qolamiz, hozir bir qator parkingda aylanib ko'rib chiqamiz. Vaqtni yopamiz do'stlar. Hop, okey. Точка. Strona завершить. Hali Fransiyaga kirganda nima qilmagan ekanman. Endi nima qilamiz? Stronani alishtirmagan ekanman. Esimdan chiqibdi. Endi qilamiz. Strona начало Fransiya qilib turib. Endi okey, strana завершить Fransiya qilib ko'ramiz, boshqa variant yo'q. Bo'ldi. Damdaman. Jicha vaqtimiz borligiga mana 45 minut qilib yana yursam bo'ladi deyapti. 24 minut vaqtimiz qolgandi. Agar yurmasak bo'ldi. Mana shu hozir 9 soatga aylanadi. 9 soat orqaga qarab yuradi. 20-26 da vaqtimizni yopdik. Bu degani 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. 5 shu 26 da ertalab siljisa bo'ladi. 5:30 da. Bu dinni qo'yamiz, 5:30 da siljimiz. Parking примерно shunaqa, mashinani qaranglar. Lavoy Bo'q bozor bo'lib ketdi. Mana ko'rinyapsizlar, bilmadimmi? Bo'q bozor. Ham aylanib kelaylik-chi. Qaysi mashinadaman? Sardorbek Quvasoydan ekan, mana gruppada gaplashib yurardik. Endi ko'rishdik. Qaranglar. O'rlari ham o'zlari ham prosta video qilib kiryapti parkingga. Jupiter turibdi, deb do'konxonam bor. Bir ikki do'konxonam bor. Qarang, o'zi ham tanish chiqib qoldi, sizlar.
Ovqatni endi boshlab qo'yganiga xuddi ko'pchilik negativchilar borda. Sen atela ko'rishgansan, top BFdan ham ko'rishamizmi? Bosma cho'k. Jupiter Plus estonskiy firma do'stlar. Aytdimmi, bari bitta tanish har doim chiqadi. Har resimda chiqadi. Har reysda. Endi sizlar blogersizlar, sizlar hamma taniydilar. Bunaqa zarur. O'zi ko'rib qoldim. Shu Renault'ning yangisi. O'zim ham birinchi marta chiqyapman, ammo haqiqatan xolodilnigi вообще dahshat ekan. Tiyovmi yashilami, spanlimi? Spanli mana yana tushadi. Ha, baqa, unda bo'sh. Mashincha bo'ladi spanli. O, zo'r ekan. Xullas Renault'ning yangisi. Вообще funksiyalari ham dahshat. Nima do'stlar? Niyat to'g'ri qilib, xudo xolasa Yevropaga kelsalar, hamma bilan ko'rishamiz. Yana aytganim, uni qaranglar. Xudo yetkazgan. Qurutini quvlab yurgandim, ma'dan qurut chiqib qoldi. Aka hozir mayiz beraman, bodom beraman. Ana u. Bosoydan u bizga mana 20 kilometr. Bir gaplashib yurib, mana bugun ko'rishdik. Nasib. Soat 12 dan o'tyapti. Mehmondorchilikdan qaytdik. Albatta tugunimiz bilan O'zbekistondan kelgan yong'oq, mayiz, qandlar, har balolar. Bu yerda yotib dam olamiz. Keyin bitta предложение bor ekan, angliskiy o'rgangan, любой tilda o'rgangani. Tek pulli ekani reklama ko'rib bermasalaring, bepul maqsadlar ham ularga qiziqar, juda ham qiziqarli ekan. Bitta to'yinda versiyasi bo'ladi, versiya tugatamiz. Xuddi shunaqa ekan. Kunda kirib haligi o'yin ogohlantirar ekan, netar ekan. Yaxshi ekan. Xullas uni ham joyini chiq, keyin qo'yib o'tib ketaman. Silkasini nima yozuvini qo'yib o'tib ketaman. Skachat qilib ruschani o'rgansalar ham bo'ladi. Har xil tillar o'rgansalar ham bo'lar ekan. Hozircha xayr. Xayrli tong do'stlar. Damda oldik, uyqudan turdik. Xullas, shaxsan parking menga yoqmadi. Bu shu quyosh panelli parking deyishadi. Hammasi quyosh panel. Nima yoqmaydiganlarga birinchidan yozda yaxshidir, lekin polniy haligi siyimli chiqqan, hidi yomon, sassiq ekan. Keyin xolodilniklar ishlab tursa, anu exosida bir-biriga urar ekan, xullas yoqmadi. Hammasi quyosh panel. Prosta kallarni ishlatib parkovkaga naves qilib qo'ygan ekan. Ketdik. Qadrli obunachilar, biz Parijga yetib kelyapmiz. Hozir 45 minut dam qilib oldim. Yangi vaqt bilan. Dedi 4 soat yurdim ertalabdan beri. Qolgan kilometr ana Parijga yetib keldik. 490 kilometr qoldi. 2786 kilometr yuribmiz. Qarshilayda ko'rayotgan bo'lsalaring, mana Parij. Demak, Parijda hozir obyekt qilamiz, yana bu tomondan ham bir qator ko'rsatishga harakat qilaman, ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana yerda ana qayimjonlar o'sha boshladi skuterida. Hozir ichkari kirsak, safar sahar o'tdikmi o'tgan kelishda. Bu safar mana hozir 12:30 bo'ldi. Qoq Abid mahalda kirib ko'ramiz. Parijdan chiqib oldim. Video qila olmaganimiz sababi telefonlar bo'lib, telefonda o'qib qolib. Ama juda tez chiqdim. Где-то примерно 50 minutda chiqdim, zo'r o'tdi Parijda. Bag'i 445 kilometr do'stlar. Ozgina yetib boramiz ekanmiz. Где-то 200-150 kilometr, balki 100 dur ko'ramiz. Endi bag'i yo'lga qaraymiz. Nima qanaqa bo'ladi? Yakta tak. Hozir o'tgan safar baqa kelayotganimizda platoshkadan o'tib qoldimi, o'sha yerga yetib kelyapmiz. Eng qizig'i hozir parking keladi, chap qo'limda
Erva transportda ishlagan Adash akam bor, Shuhrat aka. O'sha inson turibdi, chap qo'limda zapravkada turibdi. Mana işte ikkita katta parking bor, o'sha bittasi turibdi. Afsuski razvorot, anaqa oldi qochdilik uchun biz kira olmaymiz aka. Razvorot uzoq. O'shaning uchun kirmaymiz, biz dalcha yo'limizda davom etamiz. Politsiyalar turishini qaranglar. Do'stlar, biz Belgiyaga yetib keldik. Go'yoqdashna politsiyalar chiqib oladi. Demak, stranani alishtirishdan chiqish kerak bas. Strani alishtiramiz. Strani alishtiramiz dalshi. Belgiyaga qarab kiramiz. Bizda vaqtimiz 1 soat 1 minut qoldi. Demak, zapravka yongan 8% qoldi. Hozir biz Belgiyadan zapravka qilamiz. Где-то 100 tami, 50 tami qo'ysak yetib boramiz. Kilometr 247 kilometr qoldi. Biz yana Gollandiyadan kirdik. Belgiyadan chiqdim, Gollandiyaga kirdim. 26 minut vaqtimiz qoldi. Bilmayman, joy bormi, yo'qmi, ko'ramiz hozir. Aytdi nima bo'lyapti, nima deyapti ana, kim bilsin. Hallo. Yeah, sleeping. The road is closed between 9 o'clock and 6 o'clock tomorrow morning. 6 o'clock open, yeah? You can drive, you can go away. 6 o'clock open. No, go. Okay. Then you can drive. Thank you. Короче, ular ustalar ekan. Yo'lga fishkalar qo'yishyapti, nima qilasan, qolasan, yurasan. Hozir yopamiz bugun deyapti, kechqurun ochamiz. 7talab 7da ochamiz deyapti. Biz 7talab 7da yuk tushirgan ulgishimiz kerak do'stlar. O'shaning uchun qolmaymiz, joy bor ekan. Qolmaymiz. Ilojimiz yo'q, yuramiz. Bundan keyingi parkingga boramiz. Ammo joy bemalol ekan. Gollandiyada nima qana holat xullas. Ketdik. Men qaramay qoldim. Germaniyadan kirishim kerak edi. Mayli, ishti mayli. Hozir Gollandiyani yo'lini to'lab qo'yaman. Shu bir kuniga 13 euro mikin shunaqa. 12 euro to'ladim kuni, 13 euro shunaqa qo'lanadi bir kuniga Gollandiya. Yana bitta narsa bor. Bitta qaytib kelib, meni parkingga turib olsam bo'laveradi. Joy bo'lmasa shunaqa qilaman. Labular qaranglar, shaltaq, shatimaq, qo'qmaq bo'lib ketdi, bor-ku. Qaranglar, yaqindan devolu yana bir tomonga borib yuvdim, ha. Yuvmaganimda bundan battar bo'lib ketadi. Undan keyingi zapravkaga ham kirdim, joy yo'q. Mana parkovkasi yo'q ekan, undan keyin mana shu parkovka. Qarang, ko'ramiz. Xudo sharmanda qilma. Cho'ta bitkom turibdi. Joy yo'q. Valla переработка bo'ladi. Vay bile, joy yo'q. Yo aqli yo'q, bali qo'ymagan. So'raymiz ulardan.
Короче, Gao litovski, ona nemetskiy bilan ona golland. Mana joy turibdi. Просто mana gollandga aytsa, baribir siljitmaydi xolam. Bila bo'lmaydi. Hozir men Sheridan chap tomonda mashinadan gaplashdim. Orqaga olgin deb, hozir shu qilib qo'raman endi narsa qilib. Mashaqqa bir narsa qilib joylashtirdim. Xullas unga ham 1,5 metr va отбойнigi bor. Parkingdan kirish esna joy endi iloji yo'q. Bo'ldi, bemalol mashina o'tadi, chiziqdan ichkarida turibman. Demak, bugungi dam ertaga xudo xolasa ertalab tuyib tushiramiz. Xayrli tong, ertalab uxlab qopman. 6 ga budilnik qo'yib turdim, yana ko'z ketib qopti. 7 ga yuk tushirishimiz kerak edi. Akasam kech qolding deyapti. Hozir to'xtachi deb turib, yo'q, tushiramiz dedi. 20-rampa bo'shasa dedi, qo'yasan. Ba'dan bir ikki marta yuklaganmiz, yuk olib ketdi, tushirganmiz. Vat bizga tanish. Bazamizga 20 kilometrcha, 18 ming kilometr. Olib tushiramiz, bazaga borib, zapravka qilib, yuvinib, netib, mashinani ham bir qator yuvamiz agar vaqt bo'lsa, yuk berib olmasa. Bizda ertaga dam kun 1-may, shu sababli bilmadim nimalar bo'ladi, qatga yana boramiz. Xudo biladi, mashina enasiniga kirib ketdi, kunga qumga kirdi-yu, qumdan keyin maytlar chotka qilib yog'ildim, enasiniga kirib ketibdi. Loy bo'lib, yuvib tashlayman bularni karchirda. Undan keyin yomg'ir yog'di, yomg'irdan keyin ko'ryapsizlar ahvolini mashinani. Yukimiz zo'r keldi, ishtimi og'anamadi, netmadi. Vinolar joy-joyida. Hammasi joyida. Garajga bormadim. Yukimni tushirgandan keyin yuk berdi, temir berdi. Hozir yuklab chiqdim temirda do'stlar. Kilometrimiz 3300 edi, garajda oldida. Demak, 3300 kilometr bordi keldi. 3300. Как раз o'sha navigator yozgandaqa borib keldik. Eslasalaring 1600 danmidi? O'sha jicha ag'bag'a 50 kilometr ag'bag'a. Hozir mana yoqqa 100 kilometr keldim. Yana 100 kilometr bazaga qaytamiz. 3,5 ming kilometr bilan to'xtaymiz. Hop, suv qolmabdi. Bo'q bozorda, Labu hali ham Bo'q bozor. Mashinani yuvamiz borib. Temirda yuklab chiqdim 20 tonna. Bittali tumalaq temirdan 3 ta paletda shunaqa temiri yotgani, kesilgani, bir boshqacha turi. Demak, hozir bozorga debman galla vahshiy gaplar. Bilasizlar nimaga? Ko'chada 27 gradus issiq bo'lyapti. Miyalarim achib qoldi hozir yuklayincha. Zapravkada kola 2 euro. Magazinda mana shuni 3 ta beradi. Shu pulga. Bilmadim, chanqadim, shunaqa nima bo'lgan, tellab hali pishganimdan qandaydir kola ichkim keldi. Plag'i hozir ozgina probka. Xudo xolasa 100 kilometr yetib olsak garajga, marra bizniki. Karchirda ustimdan suv quyaman, bor. Osmonga chachib, yomg'ir qilib men cho'milaman. Bugunmi ertaga ko'ramiz. Yetib keldim bazamga. Demak, отчет. Zapravka qildim. 2 bok to'ldirdim, AdBlue to'ldirdim. AdBlue'miz 50 ta ketdi. Demak, AdBlue'ni chetdan to'ldirib ketdik. Qancha 70 ta 80 ta oladi AdBlue. Hozir kelib 50 ta quydim. Biz yo'lda yana quyganmiz. 140 ta, где-то 100 taga yaqin AdBlue ketibdi, do'stlar. Salarkamiz bo'lsa
Qaranglar. 898 ta, 900 ta deylik, ba'da 50 ta. 950 ta, tfu. Ha. 950 ta solarka. Belgiyada 100 ta qo'yganimiz deylik, nimaga chiqib ketsin? Ota nima? Bugun yuk borib yuklab kelganimizga chiqib ketsin. Demak, 3000 общий 950 ta solarga ketgan bo'lsa, 950 ta. Ama 4% zaryad nima bilan keldim? 4% bilan keldim solarga. Mana hozir ko'ramiz, общий kilometr. 3527 bo'lsa, anaqa 227 sini olib tashlaymiz. 3300 kilometrga 950 ta solarka bilan enja nima bas edi, pustoy bas unda bu ekan. Shu 900 ta solarka где-то 100 tami, 110 tami adblu bilan borib keldik. Endi o'zlaring kalkulyatsiya qilasizlar. Yuziga nechtadan yeyapti, nima, qanaqa, necha kishi. O'zlaring bilasizlar. Xullas, o'zlaring hisoblab olasizlar. Kommentariyada mana shunday savollar bermanglar. Bilaman, buni yangi qiziqayotganlar nimalar. Shuna narsalarni o'rganinglar, kalkulyatsiya qilinglar. Qayerda necha kilometr yurib, qayerda zabir hamma yo'qni ko'rsatyapman. Shuning uchun iltimos birorta anaqa savollar bermanglar. Zaril savollarga men javob beraman, lekin hammani kommentariyasini o'qiyman. Yana bir marta aytaman. Hammanikini bitta atmetga qilib chiqaman. Bu bo'q pashshalar ko'rasizlar? Bu yonini qaranglar, ayni ochib yopganimga. Bo'q shuva olib ketdi. Shunaqa do'stlar. Limuzin, Lincoln. Bizda oldin bo'lardi Farg'onada shundan. Hozir ham bu orqadadir, chirab yotib ketaman. Ozod akani sherigi bo'lsa, bu xatni Ozod akani sherigi bilan bo'ladi. Ozod akani sherigi bilan bo'ladi. Bu xatni nima aytsalaring Bahodir aka Italiyada qolib ketdi, Ziyodjon Germaniyani qatidadir, Gannover tomonlaridan ham qatdadir qolib ketdi. Biz yetib keldik bazaga. Kutmanbek Shettam ekan. Ismi Kutman ekan u bolani. Ozod akani sherigini u yerda bakovoy ko'rinib turibdi. Bola bo'lsa kerak. Bu mencha shug'ullanarkan. Ayu, mana yuribdi. Mana yurib. Здорово! Как ты? Рад. Ничего, нормально, как ты? Нормально. В магазин пойдешь? Сегодня? Сейчас. Завтра закрыто будет. Да? Когда? Ну сейчас я отцеплюсь. Ты что, тренируешься? Да, или все закончил? Нет, только начал. Сколько будешь тренироваться? Может, у меня просто 2 яйца и этот... Да, ну тогда... молоко принести. Да, я сейчас выйду, поговорим. Shunaqa. Bratishga shug'ullanyapti, shug'ullanarkan, молодец. Bir balolar bor ekan, muzikalar qo'yib olib shug'ullanyapti. Assalomu alaykum, ayta qirg'iz bolalar turibdi. Ba'zi ertaga yopiq, bitta o'zim bo'lsam kerak, hamma ketadi, darvozalar qulf bo'ladi. Eng qizig'ini aytaman, bilsalar. Ba'zida men keldim, pritsepni uzdim, magazinga bordim. Hech kim yo'q. Ziyodjon Germaniyada qoldi, Bahodir aka Italiyada qoldi, men o'zim. Xo'jayin mashinasi chetda, o'zi uyda. Ertaga xudo xolasa turib, mashinani chotki qilib yuvib, agar uyqum kelmasa ham kechasi yuboradigan juda pellarim ko'p. Yuvaman, ertaga chotki qilib, polni. Agar erinmasam narigi yashik yana chang bo'ldi. O kuni yuvdim kapitanni. Yana chang to'ldi. Ko'z qo'ymayapman, ko'z chibachkani o'shanga yozib qo'ydim.
Ham bilmam, pressda yozib qo'ydim. Telefon prilojeniyasidan yozsa bo'ladi bunga. Xohlasalar ko'z qo'yasizlar, o'ynab yuradigan, har bir yoqsa bo'ladi. Ertaga keyin baqlajondan salat qilaman, ovqat qilaman. Shu o'zimga o'zim dam olaman ertaga. Veli bor, ja bo'lsa birorta shahardan bor aylanamiz. Hozircha dam olamiz, video montaj qilsam kerak. Ko'rdilaring, Ispaniyaga bo'lgan reysimizni o'zlaring hisob kitobini qilaverasizlar. Общий 3,5 kilometr yurdik, qanchasalarga quydik, nima bo'ldi? Hammasini ko'rdilaring. Demak, videoni chetda tugatamiz. Yangi mani ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'yamiz, xudo xolasa kanalimizda foydali videolar bo'ladi. Takже shu Yevropaga kelmoqchi bo'lganlarga, Yevropada yurganlarga bu videolarni jo'natib qo'yamiz, atmetga qilib qo'yamiz do'stlar. Hozircha nima deydi, ertaga bir qiziq holat bo'lmaydi, nima aytsalar, havolar zo'r bas. Bundan keyingi videoda yana yangilik bor. Yangilikni kutib qolamiz do'stlar. Bu haqda ham xudo xolasa videoni qilib, nari haftaga bo'ladi bu. Qilib netib o'zlaring ko'rasizlar. Shunaqa video yoqqan bo'lsa, like esdan chiqmasin. Hozircha hammalarga xayr, sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.